Bu Xitoyda keng tarqalgan eng katta firibgarliklardan biri. Ular tovuq suyaklarini arzon narxda sotib olib, qimmat kolbasaga aylantirishadi. Buni bexabar xaridorlar esa ularni shoshilib sotib olishadi. Xo'sh, ular qanday tayyorlanadi? Ishchilar har kuni ertalab katta miqdordagi tovuq tanalarini qayta ishlashga kirishadi. Ularning yorqin rangi yangiligini eslatsa-da, aslida konservantlarga to'la bo'ladi. Ularda go'sht juda kam bo'lgani uchun nihoyatda arzon, $10 yuztasi olinadi. Suyaklar maxsus mashinalarda maydalanib, yopishqoq, oqish xamirga aylantiriladi. Ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun boshqa arzon go'shtlar ham aralashtiriladi. Yomon ta'mni yopish va kolbasani yumshoq qilish uchun quyuqlashtiruvchilar, fosfatlar kabi ko'plab qo'shimchalar qo'shiladi. So'ngra odamning so'lagini oqizuvchi qizil rangni berish uchun bo'yoq qo'shiladi. Go'yoki yangi go'shtdan tayyorlangandek ko'rsatiladi. Arzon sun'iy qobiqlarga solinadi, bug'da pishiriladi yoki dudlanadi. Keyin chiroyli qadoqlarda soxta brend yorliqlari bilan yuqori narxda sotuvga chiqariladi. Go'shtli hidi va qizil ko'rinishi sababli xaridorlar farqni sezmaydi va bu kolbasalar bestsellerga aylanadi. Siz yashaydigan joyda kolbasa qanday tayyorlanadi? Fikringiz qiziq.